O'zbekistonda mavjud bo'lmagan sabzi turi haqida eshitganmisiz? Qishloq xo'jaligi bilan jiddiy shug'ullanaman. O'zbekistondagi eng loyqa suv Zarafshon bo'lsa, Zarafshonda eng boshidagi eng birinchi suv meniki. Osmon aytar ey zamin, sen ulug'san begumon, odam ato tuprog'in, sendan oldi Haq Rahmon. Artlist.io. Ushbu ma'lumot haqida bugun sizlar bilan Abbos akamning yer-dala maydonlariga kelganmiz. Xudo xolasa, Abbos aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushlikka baraka bersin. Abbos aka, aytganingiz bo'yicha bu yerda O'zbekistonda mavjud bo'lmagan sabzi navi ekilgan ekan. Buni qanday texnika orqali ekdingiz? Men hozir ko'ryapman, bir xil rajjaga tortgandek ekilgan ekan. Shu haqida bitta ma'lumot bersangiz, qaysi navi ekilgan? Necha gektarga ekdingiz? Assalomu alaykum aziz qishloq xo'jaligi xodimlari. Meni o'zi sizni kanallaringizdan tanib qolgan bo'lsa kerak. Piyoz yetishtirish bo'yicha bir ikki marta video qilgan edik. Bu yil bizlar shu hamkorimiz bilan birgalikda endi O'zbekistonda mana qishloq xo'jaligini bir yaxshi ko'rsatishga olib chiqish bo'yicha bir harakatimizni ikkinchi bosqichi sabzi yetishtirish bo'yicha bizlar hozir yangi texnika, yangi texnologiya asosida qilyapmiz. Bunaqa sabzi ekish hali O'zbekistonda mavjud emas. Ya'ni selka orqali urug'larni ekib, mana hozir ko'rib turganlaringizdek, har 1,5 metrga 6 qator Germaniyada ishlab chiqarilgan John Deere traktorlari va Gollandiyadan keltirilgan ekish uskunalari, Italiyadan keltirilgan uskunalar orqali ekkanmiz. Buni hali videolarini ham qo'ysalaringiz, kuzatuvchilar albatta ko'radi. Bu ekilishimizda, bunday ekishimizda nimasi? Birinchidan mana bu kapelni qilish uchun juda qulay. Kim kapelni qilaman, kapelni orqali sabzi yetishtiraman desa, bu juda qulay. Birinchidan tomchilatib sug'orishga juda ham qulay. Shuning uchun bizlar ham bizning yerimiz, o'zlaringiz bilasizlar, lalmi ekinmay, bizlar lalmi joyda o'zlashtirishga qaror qilganmiz. Mana shu lalmi maydonda o'sha ishlarni qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Bu nimamiz asosan shu Germaniyada ishlab chiqarilgan John Deere traktorlari orqali, uskunalari orqali ekkanmiz. Shu sabzi navimiz gibrid, Gollandiyadan keltirilgan. Xudo xolasa, shu dehqonlarimizdan xalqimiz dasturxoniga yaxshi sifatli sabzi yetkazib berish maqsadimiz. Xo'p, Abbos aka, bu yerda necha gektar maydonga sabzi ekkansiz va tomchilab sug'orish haqida ham batafsil keyinroq ma'lumot qilamiz. Hozir bu yerda qaysi texnika orqali ekdingiz? Hozir bizlar bu yerda yerda haydashda John Deere 615 markali traktori bilan yerda haydab, bu haydovchisiz boshqariladi. Bu haydovchisiz boshqariladi. Mana nimada ko'rib tursa, mana shu 1 kilometr masofada shunchalik aniqlikda yuradi bu. Bu Sputnik orqali ishlaydi. Sputnikda yerda xaritasini chizib olgandan keyin u yerda qayerda ishlashdan qat'iy nazar aylanib ishlaganda ham o'sha santimetrga, millimetrga juda to'g'ri tushadi. O'ta aniqlikda ishlaydigan texnika hisoblanadi. Endi dunyoni eng shu qishloq xo'jaligi bo'yicha tushunganlar biladiki, John Deere traktori dunyoning eng nomer 1 birinchi raqamli traktor hisoblanadi. Va ekishda ham o'zimizni boya Italiyadan keltirilgan Agricola selkamiz orqali ekkanmiz. Mana shu har bitta nimaga 6 qator ekilgan sabzi. Xudo xolasa buni yig'ishtirish jarayonida ham kelganlaringizda buni kovlaydigan o'zining kombayni bor. O'sha kombayndan bir videosini xudo xolasa taqdim etamiz. Bu tomchilatib sug'orishimizga qulaylik tomoni birinchidan suv tejaydi, ikkinchidan o'g'it tejaydi, uchinchidan ishchi kuch tejaydi. Mana hozir mana shu ko'rib turgan maydonga hali biron marta bir qo'l mehnati ishlatganimiz yo'q. Qo'l mehnati umuman hali qo'l mehnati ishlatilgani yo'q. Ya'ni bu hammasi texnika, ilm bilan qilinyapti. Ilm bilan shu ukrainalik agronomimiz bor.
o'sha jadval qilib beradi. Kunlik har bitta sanada qilinadigan ishlar, o'g'itlarni berish tartibi, o'shalar bo'yicha keyin bizlar o jadval bo'yicha ketamiz işte. Tushunarli. Ya'ni bu eskicha usuldan voz kechib, zamonaviy, xudo xolasa, o'sha videolarimiz boshida aytganda Yevropa sifatini O'zbekistonda qilamiz Tushunarli. inshaalloh. Abbos aka, men bir qatoriga nechta sabzi tashlab ketgan mana shu bunaqasiga? Bunaqasiga 6 qator tashagan. 6 ta qator sabzi Har tashlagan. 3 qatorga bitta mana bu Turboplast kompaniyasidan olingan shlanglarimizda qo'yganmiz. Uchtasi buni necha santimetr bo'lgan? Uchtasini usti 96 santimetr. 96 santimetr. Keyin bunaqa ukloni deydi, mana bu qiyaligi 45 gradusga ketgan. Aha. Bu obshi 1,5 metrga. Ya'ni traktor ham mana ariqlarni ko'rib turganingizda ishlov berishiga, ya'ni ariqdan chiqib keladigan o'tlarni ham nima qilgan payti pastdan kislorod yetib borishiga o'ta qulay bo'ladi. Abbos aka, demak, ustki qismi 96 santimetr qilingan. 96 santimetr. Yoniga 45 gradus tushgani sabab 1,5 metr masofani egallab olgan. Chuqur bo'lishiga sabab, ya'ni sabzimiz bemalol o'sishiga sharoit bo'ladi. Ya'ni shaklini yo'qotmasdan, nimasini buzmasdan, o'zini shaklini buzmasdan o'sishiga imkoniyat bo'ladi deydi. Tushunarli. Bitta qatoringizga o'sha 2 qator lenta tashlab ketyapsiz-da, 96 santimetringizga. 2 qator lenta tashaganmiz. Biri 6 lik lentadan har 30 santimetrga tomadigan tomchi nimalari bor. 1 gektariga qancha lenta ishlatdingiz? Bu ko'pchilikka qiziqarli bo'ladi. 1 gektariga qancha lenta ketgan ekan degan savollar berishadi. 1 gektariga adashmasam 13 kilometr 13,000 metr. 13,000 metr. 13,000 metr lenta ishlatdik. Bo'linishlarichi, Abbos aka, mana masalan lentani har necha metrdan bo'lib sug'oryapsiz? Har 160 metrdan bo'lib sug'oryapmiz. Bu endi bizlar yerimiz lalmi, bir tomon baland bo'lgani uchun bizlarga shunday, agar tekislikda qilaman dehqonlar bo'lsa, bu 200 metrga bemalol qilsa bo'ladi. Mana masalan, mana bu Turboplastdan olgan mana bu leafletimiz mana 2-yil ishlatyapmiz. Xudoga shukr, bu hali sifati o'ta yaxshi holatda turibdi. Yaxshi. Sanjar akaga rahmat, sizlarga rahmat. Sizga rahmat. Sabzini bitta ko'rsak, agar bitta iloji bo'lsa bittasini uzib ko'rsak bo'ladimi, Abbos aka? Sabzini qizil sabzi. Bu kattalik hajmi qanday bo'ladi degan xudo xolasa? Bu kattaligi 30 santimetrgacha bo'ladi sabzimiz, xudo xolasa. Bu shakli hali, ya'ni to'lishib boravergan sari bular o'zini hozirgi noqulay holatiga, chunki bular yosh, novda hali. Yerimizning holati sabzi uchun juda talabga javob bergani uchun, ya'ni hozir mana yerning ustki qismi qattiq bo'lsa ham, lekin osti yumshoq bo'lib turadi. Bu kapelnida ham o'sha yerning ustidan suvni yaxshi beradi. Pastki qismigacha to'liq mana ko'rinib turibdi, o'zi suvlarni to'liq ichganligi bilinadi bizga. Abbos aka, yana bir savol. Lekin ma'lum bir vaqt o'tib o'zi ozuqaga ehtiyoj seziladi. Ma'lum bir kasallikka uchraydi. Sizga qanday qiyinchiliklar kelyapti? Masalan, dori berishda har necha vaqtda dori beryapsiz? Qanday kasallikka uchradi? Kasallikka uchradimi bu ekiningiz? Yo'q, ekinimiz Xudoga shukr hozircha kasallikka uchragani yo'q, faqat bizlar o'tga qarshi, yovvoyi o'tlarga qarshi kurashdik. Chunki endi bizlarda nimamiz, qo'l mehnatidan voz kechib, ya'ni tannarxni tushirish maqsadimiz. Tannarxni tushirish, shuning uchun faqat o'tlarga qarshi, yovvoyi begona o'tlarga qarshi kurashdik. Ozuqalarni esa bizlar mana shu sizlardan olgan kapelni o'g'it bochkamiz orqali o'sha hammasi o'zi joyiga keladi. Bir tomchi ham, 1 kilo ham, 1 gram ham aniga o'g'it sabab ketmaydi. Hammasi o'zini joyiga, o'zini nuqtasiga borib tushadi. Bu yerda umumiy sabzini necha gektarga ekdingiz, Abbos aka? Hozir 10 gektarga ekkanmiz. Xudo xolasa bug'doydan keyin yana bir 15 gektarga ekish rejamiz bor. Hurmatli kuzatuvchilar, ana shu yerda ma'lumot o'rnida aytib ketishim kerak. 10 gektar yerga Abbos akaning yerlar lalmi yeriga sabzi ekkanlar. Xudo xolasa sabzini uzayotgan paytlarda, eksport qilinayotgan paytda yana kelib Abbos akam bilan video qilamiz. Abbos aka, esingizda bo'lsa 2 oy oldin sizga tomchilab sug'orish lentasini
piyoz dala maydoningizga ham bergandik. Aha, aha. O'sha konturni ham hozir bir borib ko'rsak, Ha, bemalol. holatini, borib ko'ramiz, qanday shu o'sayotganligini. Abbos aka, dalangizga keldik. 15-martda ekilgan edi, Ha, adashmasam. ha, 15-mart. Bu yerda piyozingiz holati menimcha yaxshi, anchagina. Bu yerda ishlov berish jarayonlari qanday ketyapti? Tomchi lentalarimizdan birak chiqmayaptimi? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Shu 15-martda adashmasam shu ekish paytida ya chiqqan payti bir aniga video olib ketgandilaringiz. Mana hozir bugun 15-iyun. Iyul. Xudo xolasa o'sha dala maydondamiz. Yana o'sha lalni joyimiz. Va piyozlarimizni ozuqa o'sha boyagi nimamiz, o'g'itlarimiz hammasi lenta orqali kelyapti. Xudoga shukr, bir lentadan hali bir shikoyat qiladigan joyimiz yo'q. Mana shu ishlovlarimiz hali qo'l mehnati aralatganimiz yo'q. Ya'ni mana 15-iyungacha asosan biz shu o'tga qarshi kurash nimasini qildik. Endi hozir ozuqa va endi hosilni ko'paytirish nimalar bilan jarayondamiz. Agronomiya xizmatlari bilan. Abbos aka, bu piyozni qaysi nav ekilgan edi? Ma'lumotlarni aytib ketaylik. Piyozni Spanish medallion navi ekilgan bu yerga. Spanish medallion. Spanish medallion. O'tgan yil ham xuddi shu navdan ekilgan-siz? O'tgan yili boshqa nav ekkandik. Bu yil Spanish medallion ekdik. Spanish medallion juda hosildorligi ham, rentabelligi ham, pishish kunini ham qisqaligi bilan ham yaxshi. Xudo xolasa bu iyul oyining oxiri, avgust boshlariga xudo xolasa maydonimiz to'liq tayyor bo'ladi. Bu o'tgan yili adashmasam 90 tonna olgandingiz, ha? 90 tonna, 110 tonna atrofida oldik. Bu yil xudo xolasa necha kilogramm, necha tonnalar hisob Endi xudo bergani bo'ladi, barakasini bersa hech gap emas. Piyoz mart turib beradi. Shunday. 120 tonna chamalagandik-a? Ha, nasib xudo xolasa shuni chamalab turibmiz. Endi kuzatuvchilar ham duo qilib tursa, xudo xolasa. Dorilarni berishda sizda tiqilish holatlari yuzaga kelmayaptimi? Yo'q, mutlaqo. Chunki o'g'it bochkamiz shu lentadan o'tadigan darajada qilib maydalab, banaga qilib o'tkazadi. Bizda nimada filtr stansiyalarimizdan o'tib keladi. Unda tiqilish muammo bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Abbos aka, yana bir ma'lumot. Bizlarga juda ko'pchilik murojaat qilishadi-da. Yerim suvim kanaldan suv olaman, filtr qanaqasi qo'ysam bo'ladi, gidrosiklon qo'ysam bo'ladimi, lentaga tiqilib qolmaydimi deyishadi-da. Filtr stansiyasi sizda hozir adashmasam 160 kubalik, 200 kubalik, 300 kubalik turibdi. Ishlash holati qanday bo'ladi o'sha? Endi men hozir bemalol ayta olaman, O'zbekistondagi eng loyqa suv Zarafshon bo'lsa, Zarafshonda eng boshidagi eng birinchi suv meniki. Ya'ni shunaqa loyqa keladi suv. Yozda mana bugun videoni olib ketsalaringiz bo'ladi. Bu tosh oqadi-da, bu loy o'taniga biz shu filtr stansiyani mana bultirib qo'ygan bo'lsak, bu diskoviy filtr amaniga umum lentalarga zarari yo'q. Umum zarari yo'q. Filtr stansiya o'ta tozalab o'tkazyapti suvni. Ham o'zimiz ham hovuzimizda 3 ta hovuz qilganmiz. Ya'ni 3 etapdan o'tib suv oxirgi hovuzga tushadi. O'shandan keyin bizlar filtrga tortamiz. O'ta qumli, o'ta loyqa suv bizlar nimamiz, Zarafshondan oladigan nuqtamiz. Bu yoq mana Tojikiston chegarasi, mana ko'rinib turibdi Tojikistonning hovlilari ham. Shu filtr stansiyadan shikoyat yo'q. U meni suvim loyqa degan odamlarning suvi men aniq bilaman, menikichalik emas. Xudo xohlasa iyul oyining oxiri avgustda bir kelib piyozni o'rish jarayonidan video qilamiz, nasib bo'lsa siz bilan. Xolasa shu piyozlarni ham nima qiladigan, kovlaydigan kombaynlar bor. Ularni ham hali aniq qilsak, shu muhimi shu qishloq xo'jaligi bilan jiddiy shug'ullanaman degan, katta ob'yomda shug'ullanishga qo'rqadigan dehqonlarimizga bu ozgina bir motivatsiya bo'lishi uchun bu nimalarni, ma'lumotlarni aytayapmiz. Ya'ni texnologiya bo'lsa, dehqonchilik qilishda ko'p qiyinchilik yo'q. Mana
o'zimiz ham chet safarlarga bo'lganimizda e'tibor berganmiz. Katta maydonlarda shu yerni egasi va bitta ikkita xodimi bilan katta gektar maydonlarni qiladi. Bizlar endi bir 3-4 yil oldin shu safarlarda bo'lganimizda havas qilardik ularga. Bu qaniydi bizlarda ham shunaqa sharoit bo'lsa, shunaqa imkoniyat bo'lsa deb. Bo'lmasa ularni yeri bizlarning yerimizdan ko'ra nimasi past. Mexanik holatlari past. Shunda ham ular o'ta yuqori hosildorlikka erishgan. Bizlar ham shu ahd qildik hamkorimiz bilan. Shu O'zbekiston o'zimiz sharoitda ham shu Yevropa darajasidagi sifatdagi narsa yetishtirishga. Endi bizning asosiy g'oyamiz, asosiy maqsadimiz o'sha eng sifatli qishloq xo'jalik mahsuloti O'zbekistonda yetishtirilishini isbotlash. Ota bobolarimiz ham shu ziroatchilik degan, ziroatchilikda Buyuk Ipak yo'lida, Buyuk Ipak yo'lini Samarqand, O'zbekiston Buyuk Ipakning yuragida bo'lsa, o'sha paytlardagi tarixiy kitoblarda o'qiganimizda ham eng sifatli ziroat, dehqonchilik mahsulotlari shu O'zbekiston O'rta Osiyoda, Movaroun Nahrdan chiqqan. Endi o'rtada ma'lum bir davr bizlarda uzilish bo'ldi. Va ilmdan bizlar kesildik. Mana hozir yana Xudo xolasa tiklanish bo'layapti. O'shanda isbotlab berish, ya'ni oqqan daryo oqmay qolmas. Shunday. Bir zum to'xtab qolganda. Shunday. Bir zum to'xtadik, endi oqqanmiz Xudo xolasa. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, iyul, avgust oylarida Xudo xolasa tashrif buyuramiz. Bu yerga kelganimda men yerda endi dehqon odam yer bilan gaplashadi degan bir aniga bor. Majoziy ma'nodagi gap bor. Bu yerga kelsangiz, aynan mana shu maydonda, mana shu tog'ni oldida, ayniqsa bahor paytlarida bo'lganda kelganlaringizda yer bilan osmonni gaplashganini eshitganman-da men. Yer bilan osmon gaplashganini. Tushunarli. Osmon aytar: "Ey zamin, sen ulug'san begumon, odam ato tuprog'in, sendan oldi Haq Rahmon." Zamin aytar: "Ey osmon, olam ahli qarasin, sendan yomg'ir yog'masa, tuproq nega yarasin? Ko'kdan tushar suv, yomg'ir, haq lutfiga to'liqsan, tirik bo'lgay o'lik yer, ey osmon, sen ulug'san" degan bir-birini maqtagan she'rlari bor bu Mirzo Kenjabek. Menga tashlagandingiz buni? Shoirda nimasi bor? Menga tashlagandingiz. Ha, Xudo xolasa buni ham alohida shoir qilib qo'yamiz, nasib bo'lsa. Abbos aka, sizga kattakon rahmat. Rahmat, charchamaysiz degan, salomat bo'ling. Dehqonchi Abbos aka, sabzi dala maydoningizni John Deere texnikasi ekan dedingiz. Haydovchisiz boshqalar dedingiz. Xudo xolasa Germaniyaning Gannover shahrida 9-noyabrdan 15-noyabrgacha qishloq xo'jalik texnikalari katta ko'rgazmasi bo'ladi. O'sha yerga Xudo xolasa biz ham nasib qilgan bo'lsa boramiz. Sizni ham taklif qilib qolamiz o'sha yerga. Albatta. Dehqon akalarimizni ham taklif qilib qolamiz. Katta yer maydonlari bo'lgan dehqon akalarimizni ushbu Gannover shahrida bo'lib o'tadigan ko'rgazmada ma'lumotlarni pastda qoldirib ketamiz, Xudo xolasa. Abbos aka, sizni ham taklif qilib qolamiz. Rahmat, albatta boramiz. Xudo xolasa dehqonchilikga Xudo baraka bersa, hamma dehqon boradi. Xudo xolasa. Akalar, ko'rib turganingizdek, Abbos aka aytgan Zarafshon suvi quyiladigan hovuzlarga keldik. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu hovuzlarda 3 ta hovuz qilingan. Birinchi hovuzga shu ko'rayotganingizdek, ana shu hovuzga suv tushadi. Qum hamda loyqalar tinadi va ikkinchi hovuzga xuddi shunday tarzda o'tadi. Suv to'lgandan keyin, suv ancha tingandan keyin ana shu hovuzga o'tadi. Ikkinchi hovuzdan o'tib, uchinchi hovuzga o'tadi. Suv ancha tingan holati bo'ladi o'sha uchinchi hovuzga o'tgan paytda va filtratsiyaga o'tadi. Filtratsiyani ham hozir batafsil ko'rsatib o'tamiz. Birinchi hovuzda ko'rishingiz mumkin, Zarafshon suvining qumliklarini hamda cho'kindilarini. Qum ancha to'lib qolgan. Ushbu hovuzning chuqurligi adashmasam 6 metr edi. Ko'rishingiz mumkin, 6 metrdan qariyb 1,5 metrgacha joy qolgan. 180 gacha joy qolgan. Ko'rishingiz mumkin, mana bu asosiy geomembrana to'shilgan asosiy quvur hisoblanadi. Suv tushyapti bunga, Xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Suv loyqasi ancha tingan, suv toza. Mana pastki qismda endi xiraroq ko'rinyapti, lekin suv ancha toza ketyapti. Bu yerda 300 kubalik filtr stansiyasi qo'yilgan, avtomat. Filtr stansiyani ham hozir bitta obzor qilamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu filtr stansiyamiz 300 kuba suvni tozalashga mo'ljallangan, avtomatik hisoblanadi. Avtomatik degan
juda ko'pchilik savol berishadi. Avtomatik qanday vazifani bajaradi? Ruchnoy qanday vazifani bajaradi? Avtomatik deganimiz mana shu yerda klapan bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, ana shu qizil klapanlar avtomatik tarzda mana bu bochkamiz to'lib qolgan paytda avtomatik tarzda o'zi ochilib, narigi tomondan pastga mana bu loyqalarni chiqarib beradi. Gidrosiklon haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, gidrosiklon degan qurilma xuddi shu qurilma hisoblanadi. Qum tutish vazifasini bajaradi. Bu dala maydoni uchun Granfar nasoslaridan qo'yilgan. Xudo xolasa, parametrlari bu yerda xo'sh, kilovati 55 kilovatlik, daqiqasiga 5 tonna suv chiqaradigan, 5000 litr degan, daqiqasiga 5 tonna suv ishlab chiqaradigan nasos qo'yilgan. Davleniyasi 77 bar. Bu balandlik deyiladi. 77 metrgacha balandlikgacha ishlaydi.